Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, o'tgan Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, meni kuzatib turgan aziz mana shu podpischiklarim, aziz ota-onalar, aziz aka-ukalarim, opa-singillarim. Hozir men qaysi viloyatda va qaysi shaharchada turganimni mana shu atrofda xuddi mana shu shaharchada yashayotgan insonlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz bilishadi. Qani siz ham topishga bir urinib ko'ringchi. Bu bilan demoqchimanki, mana shu shaharchada onaxonlar iltimos qilishgani uchun men ushbu shaharchada mana 3 kundan beri mehmondaman. Mana shu shifo talabidagi bemor onaxonlarimiz ko'proq, opa-singillarimiz chaqirishgani uchun alhamdulillah Allohim o'zi Robbil alamin o'zi shifosini berdi. Mana o'zlari guvohi bo'lishyapti. Men endi Ramazon oyida mana shu hayitga yaqin sanoqli kunlar qolgan paytida mana shu YouTube kanalda mana shu Iqbol aka Soliyev ko'pchilik gapirib chiqqani, masalan, Darakchi.uz, Kun.uz, Daryo.uz, xullas juda ko'p mana shu YouTube kanalda ko'rib qoldim-da, uni ortida masalan Abror Muxtorali va hokazo. Demoqchiman, bu bilan demoqchiman, masalan, o'sha Ozarbayjonda qamab qo'yibdi, boshqa deyishdi, qo'lga olinibdi va hokazo. Endi Ramazon oyida men xafa qilgim kelmadi. Avval ushbu dasturni ko'ringda, keyin davom etamiz. Kir qo'llarimizni em qilsin Allohim. Bugun hammalarga shifo bersin. Amin, amin. Hadi. Hər adam onda belə çıxır ki, gəlib sizdən kirayə götürüb, yəni fərqli qeyri-işlərdə məşğul ola bilər. Belə çıxır. Xeyr. Niyə dövlət qurumlarına sorğu göndərmədən, araşdırmadan, bax xarici vətəndaşdır. Nə bilirsiniz hansı məqsədlər üçün ölkəyə gəlib bu vətəndaşlar? Biz bir gün ərzində onları çıxardıq. Heç bir yer baxmırıq. Bax siz orada görsənmir, orada müqavilə tarixidir. Aynı tarixini biraz şeylədim, aynı tarixinə baxdım. Talih haran ağrıyır bədən hissələrində? Buralıq, bu tərəf. Buram, bir dəqiqə. Keçdi. Deyəsən keçəcək. Elə istəyirəm keçir. Bəli, əlimlə müalicə edirəm. Başınız ağrıyır, dərhal əlimi başınıza qoyuram və başınızın ağrısı keçir. Gülməli səslənə bilər bəlkə də. Ancaq, deyək ki, mən əlimlə müalicə elədiyimi iddia edirəm. İnanarsınız mənə, yanıma gələrsiniz pasiyent kimi, həkim olaraq. Mənim yanıma gələrsiniz, mənim həkim olsam. İddia eləsəm ki, belə bir prosedur icra edirəm. Elə bir sanki bəziləriniz deyir ki, bəli, inanaram, gələrəm. Pulumu da sizə verərəm hətta. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Hələ də buna inanıb, bax, bu klinikaya gələnlər oldu. Özbəkistan vətəndaşı. Azərbaycana gəlib, özünə dırnaqarası biznes qurub. Deyir ki, əlimlə müalicə edirəm. Əlimi hara qoysam, o yer sağalır. Gülməli səslənir, başa düşürəm sizi. Ancaq bu proses baş verdi tam bir neçə gün öncə. Proses necə icra olunub? Elə bunu öyrənmək üçün BS VIP mərkəzinə yaxınlaşmışıq. İçəri keçək görək, səlahiyyətli şəxslərdən kimsə varmı bizim suallarımıza cavab verəcək? Getdik. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qo'lga olindi. Ozarbayjonning Baku shahridagi BS VIP klinikasida xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi Iqbol Soliyev qo'lga olindi. Bu haqda Global Info xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Soliyev klinikada bemorlarni noqonuniy davolagan. Qo'qonlik tabib Iqbol Soliyev Ozarbayjondagi klinikada qo'lga olindi. Qafqaz Infoning yozishicha, Soliyev Baku shahridagi xususiy klinikalardan birida qabul o'tkazish kerak bo'lgan. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qo'lga olinganligi haqida gapirilmoqda. Ozarbayjonliklar menga yozyapti. Bu Iqbol sizlardan keldi, qanaqa odam deyapti. Mashinnik. Shunga aldanyapti odamlar. Xo'sh, endi qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qamaladimi?
Ushbu tabibdan davo topganlar bormi yoki ayrim insonlarning aytishicha u yolg'onchimi? Ayağım ağrır, ellerim ağrıyor. Как зовут ее? Mütellim. Yaxshi. Evet. Ammo tabibni men ozod bo'ldim degan videosi ham tarqaldi. Tirikman, borman, Allohga shukr. Bir kun shu shamollab qolib ko'chaga chiqmaganimga nima bo'ldi deyman. Biz xudo xolasa mana Ozarbayjonda o'z siyosatimizni yakunladik. Xudo xolasa O'zbekistonga uchib ketyapmiz. Albatta, batafsil ma'lumotlarni hozirgi video orqali tomosha qilasiz. Malol kelmasa, o'zi siz tabiblarga ishonasizmi? Shu haqda kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Chunki sizni fikringizni tabiblarning o'zlari o'qib chiqadi. Malol kelmasa, muborak oyda bittadan like, biz esa boshladik. Bitta odam chiqib bir kishini silab qo'ysa tuzalib ketadigan bo'lsa, tibbiyotda nima keragi bor? Har oy nimanidir shov-shuv bo'lishiga, ko'ringan xabarning ommalashishiga, kimdir yaxshi desa yaxshiligiga, yomon desa yomonligiga ishonib qolishga qaysidir ma'noda moslashib borayotgandekmiz. Alamjonov voqeasi bilan esda qolgan noyabr oyi hamma eshitib ulgurgan qo'qonlik tabib bilan nihoyasiga yetadigan ko'rinadi. Azizlar, odamlarga shifo topishiga ko'maklashayotganini, yurolmayotganlarni yurgizayotganini, gapira olmaydiganlarni gapirtirayotganini ta'kidlab, eshigi tagida yuzlab bemorlarni qabul qilayotgan qo'qonlik tabib bugungi mavzuyimiz asosi. Assalomu alaykum. Internetda anchagina muhokamalarga sabab bo'layotgan Iqboljon Soliyev aslida kim? Qancha vaqtdan beri tabiblik bilan shug'ullanadi? Nega xalq uni endi bunchalik yaxshi taniyapti? Qanday hunari borki, bugun odamlar turli viloyatlardan kasalliklariga shifoni tibbiyotdan emas, tabobatdan qidirib, uning manziliga borishyapti. Bugun shular haqida batafsil o'rganamiz. Tabib hozir O'zbekistonda chempion tabib. Numuradi. Ko'ringchi. Ha? Yo'q. Nima yo'q? Og'riq. Yo'q. Bormidi? Ha, derdim bor edi. Qo'l ko'tarilmasmidi? Uncha ko'tarilmasdi. Ko'taring. Yo'q. Rahmat. Siz shuni hozir kesib qo'yib qo'ymasa bo'ldi. Men chempionman, ana Abrom Muxtorali aytdi deb. Aperislikda chempionsiz, Iqbol aka. Bugun siz bilan tabib haqida gaplashamiz. Yana. Mana o'sha mashhur dodamiz yonlariga keldik. Nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Ukam olib kelganmiz. Hop, buni ko'ryaptilar hozir. Jahon nima gap? Yaxshimi, sizlarsizmi? Ushbu video olingandan keyin unda 10 million prosmotr bo'ldi. Xullas, Jashan tarafidan ushbu video 40 tashiysan degan joyini olib tashlamasdan qo'yilgandan keyin, chunki tabib bu videoda mana bu bunday qilgandan keyin, silab qo'yganidan keyin Jashanning ukasi tuzalmayapti, yiqilyapti. O'xshamagandan keyin tabib 40 tashiysan videoni shu joyini deb aytyapti. Lekin Jashan baribir kesmasdan videoni qo'ydi. Ya'ni zapal deydimi? Qo'lga tushdi deydimi? Ha, keyin tabib ushbu videoni ko'rgandan keyin Jaschanga ovozli xabar jo'natgan. Marhamat, birgalikda eshitamiz. Jaschanga SMS tashlabdi, men голосовойni eshitdinglar. Katta, hozir video qo'ymoqlar ishonadingizmi? Sizga tuz nom bersam buni. Cho'chqa sanga emas, meni muhokama qilish deb SMSlar yozgan. Sizga non tuz berganmidi bu tabib? Osh bergan, oshini yeganman, to'g'risi tan olaman, lekin men xalq uchun och berdim. Ko'rdingizmi, menga qanaqa SMS yozyapti? Cho'chqa deyapti. O'rtoqlar, men xalq uchun och berdim bu narsani, menga endi shunaqa SMS kelyapti.
Xullas, keyin yana bitta domla gapirib chiqdi. Domlamni bilmadim. Bitta narsa, men hech kimning tarafini olib aytmayapman. Bitta odamni yomon deyishlikdan oldin bu haqida dalil kerak. Mashinnik deyapsiz, ijtimoiy tarmoqda ermay chiqishyapti. Da, shu joyiga nima demoqchiman? Bitta dalil bor. Eshiting, bitta dalil bu ayollarni hamma joyini urishlab davolashi. Mana bitta dalil. Siz agar shunaqa ilmli odam bo'lsangiz, Dajjal haqida eshitmaganmisiz? Dajjal haqida. Pasdan yordamim odam sifatida ko'rmayman. Ye? Odam basi. Ye? Kun kuziga bedimi? Men olaman jo'g'abirmanga. Bibiram. Qonni ochtirib oqlantiribman. Nima bu? Men buni oldiga borganimda, men blogerligimni ko'rib, yopishib olgan reklama qilib berdi. Men aytdim, "Yo'q, reklamaga kelmaganmiz, men ukam olib kelganman, davo topgani kelganman" deganman. O'shanda ham bizga telefonlar bo'lyapti. Endi siz shu yerda yashayversangiz ham bo'ladi, buni sharoitingizni qilib beraman, meni reklama qilib yuraverasiz degan. Yana bitta gap, agar mana shu video bir kunning ichida 200 ming like kelsa, bitta zapali bor, o'shani qo'yaveraman. Prosta men andisha qilib turib qo'ymayapti dedim. Yoshini kattaligini qilib turib, mehmonini yeganman, o'shaning uchun indamay turdim. Xullas, mana videoni ko'rdinglar. Yana bu videolardan biri Abror Muxtor Aliga ham yetib borganmi? Xullas, Abror Muxtor Ali ham ozgina munosabat bildirib ketdi. Marhamat, ko'ramiz. Alo. Nima bo'lyapti? Silaveraymikin, ha? Tuzalib ketarmikin? U Qo'qondagi aperist Habibni aperistligiga endi ishondinglarmi? Hali ham ishonmay, u tuzalyaptiki deb yurganlar. Ko'rdinglar mashinniligini uni? Yiqilib tushsa, kesib tasha buni deyapti. Aperistligini nahotki bilmasanglar. Ertaga Dajjal chiqsa nima bo'lar ekan deyman-da? Dajjal chiqsa. Do'stlar, Janob tabibga Rossiyadan ham klientlar kelibdi. Qarang. У вас там в голове какие-то изменения, там какие-то мысли есть, и да, в мочепроводящих путях и проблемы какие-то. Xullas do'stlar, ko'zingiz bilan ko'rayotgan narsalarni ba'zida ko'plari ham haqiqatan ham chindan ham rost bo'lavermaydi. Shuning uchun ko'zingizni katta-kattaroq oching. Sodda bo'lmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida yangiliklar vaqti, efirda hudud informatsion dasturi, studiyada Dilnoza Saidova. So'nggi vaqtlarda tabiblarga davolanish uchun borayotgan bemorlar soni anchayin ortgan. Albatta, xalq tabobatidan shifo topayotganlar oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq hech qanday giyoh yoki o'rganishlarsiz shunchaki qo'l bilan silab qo'yish orqali odamlarni davolayotgan tabiblar ham bor. Masalan, qo'qonlik tabib Iqboljon Soliyev ana shundaylardan biri. Uni ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari orqali taniydi. Iqboljon tabib haqida fikrlar turlicha. Kimdir tabibdan shifo topgan bo'lsa, yana kimlardir uni firibgar deb hisoblaydi. Xo'sh, aslida u qo'llayotgan usulda rostdan ham shifo topish mumkinmi? Bu xalq tabobatimi, ixlos terapiyasimi yoki psixologiyami? Hamkasbimiz Ruxsora G'ofurova aynan shu mavzuda tahliliy reportaj tayyorladi. Oxirgi 2 yildan buyon Qo'qonlik tabibi Iqboljon Soliyev ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Hatto yura olmaydigan bemorni bir silashda yurib ketishi haqida kuzatuvchilarni ham salbiy, ham ijobiy fikrlarga duch kelasiz. Kimdir bu holatga tasanno aytsa, yana kimlardir bu g'irt firibgarlikdan boshqa narsa emasligi haqida yozadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun har bir mahallada 3 tagacha tabib bor deb hisoblaganda ham respublikamizda 30 mingga yaqin tabiblar bor. Xo'sh, nega ular orasida Iqbol Soliyev bunchalar el og'ziga tushgan? Aynan shu savolga javob qidirib Qo'qonga yo'l oldik, Mingtut mahallasiga. Kirishga haqqingiz yo'q. Men taqillatyapman, kirayotganim yo'q. Taqillatmayman, o'tiyadi. Faqat kirishga haqqingiz yo'q. Yo'q, haqqim yo'q. Bilaman, men so'rab kirmoqchiman. Ana o'tib bo'ldi. O'ting anaqa. Men faqat bor yo'g'i ma'lumot olmoqchiman. Mani olasiz, mani ma'lumotini olasiz. Deydi, u kishini ma'lumoti. Yo'q, tabib. Hozir yo'q. Ayni daqiqalarda bizni ichkariga kiritishmadi. Boz ustiga biz Iqbol Soliyevni faoliyatini yoritishga borgan bo'lsak, uning xususiy tasvirchisi bizni tasvirga olishni boshladi.
Gapiring, yana gapiring. Endi gapirib turdingiz, gapiring. Gapiring, qani hujjatingiz? Tabibni jiyaniman deb tanishtirgan fuqaro uni bugun soat 13:00 da kelishini aytdi. Shu orada tabibning hovlisiga birin-ketin fuqarolar kirishni boshladi. Ularning orasida hatto qo'shni mamlakatlardan kelgan bemorlar ham bor. Internetda qo'qonlik tabib nomi bilan tanilgan shaxs odamlarni davolayotgani, uni harbiy kiyimga o'xshash maxsus forma kiygan va qo'lida ratsiya tutgan yigitlar qo'riqlab yurgani aks etgan videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Kunuzga ma'lumot berdi. Unga ko'ra, qo'qonlik tabib Iqboljon Soliyevni qo'riqlab yurgan maxsus harbiy kiyimdagi 4 nafar tansoqchi yigit javobgarlikka tortilgan. Ularga jarima jazosi tayinlangan. Qo'qonlik tabib faoliyati yuzasidan esa ichki ishlar organlari tomonidan tezkor surishtiruv harakatlari davom etmoqda. Qo'qonlik tabib haqida fikringiz? Qo'qonlik tabib emas u, qo'qonlik mashinnik. Mana meni fikrim. Bormi? Qo'qondagi tabib haqida gapiring debdilar. Do'stlar, Qo'qondagi tabib emas. Unda na bir tibbiy salohiyat bor, na bir madaniy salohiyat bor. U odam bemorlar ustidan kalaka qilib, kulib, ularni pulini olib, o'shanaqangi ya'ni narsalarni yeb yurgan odam. Shundan ko'ra tovuqni tezagini yesa, bundan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Tovuq tezagi haqida qiyomatda undan so'ramaydi. Nimaga meni tezagimni yeding? Qaytar demaydi. Lekin uni oldiga borgan sodda mana shu bemorlarni olgan har bitta puli qiyomatda bundan so'raladi. Bu javob bera olmaydi. Chunki bu na Qur'on o'qishni bilmayapti. Qur'on o'qiganda va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un bitta joyda o'qibdi. Na bir qiroat to'g'ri keladi, na bir Qur'ondan, tajviddan xabari bor. Hech narsadan xabari yo'q buni. Bu artist bu, otarchi bu. Otarchilikda ishi o'xshamagan, hozir endi mana shunaqangi sodda odamlarni aldab, hali ham pulini olib yotibdi. Sodda ham tugamas ekanda. Imom Shofiyning zo'r gapi bor. Likulli saqitatin laqita degan. Har bir teshik kulchani xaridori bor. Tushib qolgan har bitta narsani ham topib oladigani bo'ladi. O'shaning uchun u apiristga borgan odamlarga bizning murojaatimiz. Xudodan qo'rqinglar. Ibn Haldunning bir gapi bor. Tog'utni deydi, ya'ni zolimni qullikka moyil xalq yaratadi degan. O'sha bu tog'ut bu. Qo'qondagi tabib tog'ut. Dini diyonatga tupurib qo'ygan odam. Allohning nomini sotib, Allohning nomi bilan sizni aldayotgan odam. Allohga soldim deb qo'yadi. Sen Allohga qarshi ketyapsan-ku o'zing. Allohga soldim desang odamlar qo'rqish kerak. Nima xalt yesang ergashish kerakmi? Ha? O'sha Alloh Qur'onda aytib qo'ygan va la yag'urrannakum billahil g'arur degan. Allohning nomi bilan aldashadi. Seni aytgan senga o'xshaganlar. Allohning nomini aytib aldaydiganlar bo'ladi, aldanmanglar. Oshalloh, mashalloh, inshaalloh desa aldanib ketaveramizmi? Ha? Birov haqqini yeyapsan, shapillatib. Allohga soldim desang qo'rqib turib, ha yeyvering birov haqqi deydikmi? Endi ba'zilar aytadi, nimaga uni qamalmayapti, nimaga uni to'xtatilmayapti. Mana sodda oldiga borayotgan odamlar sababli. Ustidan shikoyat qilgan odam yo'q. O'zbekiston qonun davlati. Shikoyat qilmasa uni qamab bo'lmaydi. Shikoyat bo'lsa kimdir? Keyin qamaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bu klistevой час вера. Шазет были? Онемела. Шазет онемел? Нет у вас сейчас? Здесь нет. Уже. Qo'qonlik tabib Ozarbayjonda qo'lga olindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining 17 dekabrdagi qarori bilan xalq orasida tabib sifatida tanilgan Iqbol Soliyev 10 sutkaga qamaldi. Bu haqda Farg'ona viloyati sudlari matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra 54 yoshli tabib ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilik me'yorlarini buzgan. 16 dekabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bemorlarga qo'lini tekkizib, ularni silab davolash bilan tanilgan Iqbol Soliyev 2020-yilda ro'yxatdan o'tgani va 2024-yil dekabr oyida muddati o'tgan guvohnoma bilan faoliyat olib borayotgani aniqlangan. Ma'lumot uchun Iqbol Soliyev 2025-yil 10-yanvar sanasida ham jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining qaroriga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilikni buzish normasini sodir etgan deb topilgan. В Азербайджане освободили из-под стражи скандально известного узбекского народного целителя Икбола Салиева, после чего он был депортирован из страны. Такое решение приняли правоохранительные органы после завершения разбирательств, связанных с его деятельностью и нарушением общественного порядка. Как сообщает азербайджанское издание Lenta.az, после завершения всех процессуальных процедур в отделении полиции в отношении Салиева были применены меры, предусмотренные действующим законодательством. Сразу после этого была организована процедура его выдворения за пределы страны. Икбол Салиев, уроженец Коканда, был задержан в начале марта в Баку. Поводом стал инцидент в столичной эстетической клинике BSVIP, где появление целителя, практикующего лечение с помощью так называемой биоэнергии, вызвало настоящий ажиотаж. Sanlar odamlarni ongini zaharlayapsanlar. Mana bu murojaatim ijtimoiy tarmoqda o'zini faol qilib olib yurgan, masalan, birinchi Qalampir.uz, Kun.uz, Semledagi Daryo va hokazolarga va ayrim blogerchalarga tegishli. Qachon meni politsiya olib Ozarbayjonda olib kirib qamab qo'ydi? Shu savolimga sizlar javob beringlar. Qo'qonlik tabib nomi bilan tanilgan Iqbol Soliyev ommaviy axborot vositalari va blogerlarga murojaat bilan chiqdi. Avvalroq u Bokudagi klinikada seans o'tkazayotganda katta navbat va tartibsizliklar yuzaga kelgani, shu sabab huquq-tartibot idoralari tomonidan holatga oydinlik kiritish maqsadida ushlangani haqida Ozar matbuoti Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar tarqatgan. Bu xabar o'zbek mediasida ham yoyilgan edi. Iqbol Soliyev bu xabarni rad etdi. Men Ozarbayjonda seans o'tkazgan bo'lsam, o'sha hafta ichida seans o'tkazdim. Davolashni Allohdan so'rab davolashga harakat qildim. Senlar qachon ko'rding meni politsiya va o'sha rahbariyati bilan muammo bo'lganini? Qaysi tashkilotlar meni yo'limni to'sdi? O'sha isbotni aytinglar. Soliyev hozirda O'zbekistonda o'z uyida ekani, yuqoridagi holat bo'yicha kerakli tashkilotlarga ariza yozayotganini ma'lum qilgan. Mana hozir o'zingiz ko'rgan mana shu video lavhalarni, mana shu har bir nimalarni olib chiqdim. Men shu o'rinda aytaman. Oshing halol bo'lsa ko'chada yegan maqol bor. Bu maqol emas, aslida bu xalqimizni mana shu isbot dalili bu narsa. Mard misal maydonga chiq degan holat. Men avvalgi dasturlarimda ham aytganman, yana hozirgi dasturimda ham aytaman. Mard bo'lsangiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Masalan, o'sha tabiblik qilyapsizmi? Kerak bo'lsa dam solasizmi? Kerak bo'lsa folbinlik qilib o'qivaraman, buqivaraman derkansiz. Mana shu ayrim bir qonlaydigan tovuq so'yi, mol so'yi, qo'y so'yi deydiganlar. Mardmisiz? Men Qur'on bilan siz xohlaganingiz bilan silaysizmi, tupurasizmi, tepasizmi, urib otib yorasizmi? Marhamat, mardlar maydonda silanadi. Marhamat, chiqing maydonga. Menga agar bu manman sirashmas, men oddiy men bir insonman. Allohning bir quliman, bir bandasiman. Lekin Allohning o'zi bergan karomati, o'zi bergan iqtidori bilan faxrlanib, qo'rqmasdan mard bo'lib maydonga chiqib aytyapman. Marhamat, xalq oldida bo'lsin, xohlang dvoresda bo'lsin. Menga farqi yo'q. Xohlagan joyingizga boraman. Xohlasangiz yana qaytarib aytaman. Dunyoni uchikida turgan bo'lsangiz ham, dunyoni uchikasida turgan bo'lsangiz ham, internet tarmoqlarida uzilish bo'lib qolmasa,
sura va oyat, Qur'on bilan, sura va oyatlar bilan shifo topishingizga shak shubham yo'q meni. Agar sizda tibbiyot topolmayotgan kasalliklar bo'lsa, qanaqa kasallikdan bo'lishidan qat'iy nazar, tibbiyot topolmagan kasalliklarda aziyat chekayotganlar bo'lsa, marhamat bir dvoreskami yig'inglar. Blogermisiz, jurnalistmisiz? Mardlar maydonda silansin, xalq oldida barchasi oshkor bo'lsin. Men marhamat tayyorman. Yana qaytarib aytaman. Mardlar maydonda silanadi va xalqi oldida bo'ladi. Men mana shu Ramazon oyini ichidagi holatlarni ko'rib, videolarni ko'rib, endi bir tomondan juda afsusda bo'ldim. Sababiki hech yo'g'i Ramazon oyidagi holatda Ramazonni hurmat qilinmadi juda ko'pchilikda. Ilm bor, saviya bor, to'g'ri, u narsani tan olaman. Ayrim bir insonlarimizda, ya'ni aka-ukalarimizda mana shu gapirib chiqaradi. Lekin Ramazon oyini ichida bir-birini g'iybat qilib, boshqa qilib, endi o'zbekchilikka borib qo'ydingda. Shu narsadan xafa bo'lganim uchun men hozir mana shu Ramazon oyini hurmat qilib, hayit kunlarini hurmat qilib, mana shu kunlar o'tgandan keyin mana ochiq oydin chiqaman. Marhamat, oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Agar menga raqobatchi topilsa, marhamat chiqsin, bahslashish ko'rsin men bilan. O'zini ochiq oydin olib chiqsin. Albatta, qaysi viloyatda, qaysi shaharchada turibman, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xonadoningizga baxt, saodat, mol, dunyo, toj, davlat hamisha doimo hamroh bo'lsin va doimiy mana shu Allohning panohida bo'linglar. Sog' va salomat bo'ling. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha